Baxtli ayolning 3 ta muhim sifati. Birinchisi, baxtli ayol pok qalbda, pok ruhda, pok toza tanada yashaydi. Ikkinchisi, u hech qachon o'zini hech kim bilan taqqoslamaydi. U har doim o'zini solishtirib, kechagi kunidan bugungi kuni qanday o'tdi? Kechagi o'zidan bugungi o'zi qandayligini solishtirib yashaydi. Uchinchi ko'rinishi baxtli ayolni, u farosatli bo'ladi. Qilayotgan ishini, qilayotgan amalini, gapirayotgan gapini ham farosat bilan gapiradi. İşte ayol